gruntlarini to'kib oldik. Tushgan gruntlarni olib tashlaymiz. Tashqariga qo'yganda hamchi yerdagi namlik bilan, masalan, men hozir mana betonda turibdi. Betondan salqin namlik uradi gulga, pastdan bargiga namlik salqin uradi. Gul maza qilib o'sadi. Buni agar stellash qilib 1 metr balandlikda qo'ydik deng, mana. Masalan, gul pastda turibdi, bunga yerdan namlik uradi. Keyin stellash qo'ydikda, mana stellash qo'ydikda, stellash ustida qo'ydik. Bunga o'zi pastdan namlik urmaydi, bargning tagiga havo ventilyatsiya aylanib, bargning tagiga issiqlik uradi qaytanga. Keyin barg gulning mazasi qochadi. Buni ikkiga bo'lamiz. O'shaning uchun tashqariga chiqarishga, agar uyingizda sharoit bo'lsa, tashqariga chiqarishga shoshilmanglar. Tashqariga chiqaradigan bo'lsangizlar ham yerda namlik yaxshi yetkazib berishga harakat qilinglar. Tak, buni ochib olish kerak ekan. Oy-ho. Rosa chirmashib ketibdi mana. Ko'rdingizlar? Yonboshidan bola berib o'saverar ekan. Sekin bizlarini. Lekin buni bo'lgandan keyin gulning barglari sarg'ayadi. Oldindan aytib qo'ying. Chunki o'zini olib tutib ketishi uchun gul ozuqa, mana bu ildizlari hozir endi qo'zg'aldi-ku, ozor berildi, sindi, utildi. Yangi ildizlar chiqqunicha gul qayerdandir ozuqa olishi kerak. O'shani gul o'zini eski bargidan, pastdagi eski bargidan oladi. Mana masalan, mana shu bargidan sarg'aytirib o'ldiradi. Chunki buni kuchini o'ziga qaytarib oladi. O'lib qolmasligi uchun ungacha ildizlar rivojlanadi, suv ichadigan, ozuqa tortadigan bo'ladi. So'ruvchi mana bu nimalar, populari o'sadi. Keyin gul o'sishni boshlaydi. Qaranglar, ildiz sistemani tushuntiraman. Mana bu uzuni yirigi, bu o'tkazuvchi, yetkazib beruvchi ildiz. Buni chekkasidagi mayda-mayda popuchalar bor-ku, mana shular so'ruvchi va suv ichuvchi. Suv berganingizda birinchi mana shu mayda so'radi, suvni ichadi, keyin mana bu yirik ildizga o'tkazadi. Ildiz olib kelib mana bu yerga beradi. Bu yerdan tanaga, stebildan bargga o'tadi. O'shaning uchun gulni peresadga qilganda doim ildiz baribir jarohatlanadi. Ildiz jarohatlangandan keyin 1 kun, 2 kun ba'zi bir gullarga suv berilmaydi. Qalatiya bundan mustasno. Qalatiyaga bersa bo'ladi. 1-2 kun suv berilmay turadi, singan jarohatlari qurib bitishi uchun. Endi buni ekamiz. Keyin orada 2-3 kungacha bu gruntga moslashib, so'ruvchi ildizlarni chiqarib olgandan keyin bemalol qo'rqmasdan sekin-sekin o'stirsa bo'ladi. Qaranglar mana. Mana rosa ko'payotgan ekan. Ko'rdingizlar? Mana shu bitta qust bo'lib chiqadi. 4-5 oydan keyin buni bemalol bo'lsa bo'ladi. Ajratib olsa bo'ladi. Mana bundan yana bittasi chiqyapti. Mana. Ko'rdingizlar? Mana shunaqa bo'lib ko'payadi. Xullas, nimalarni aytdim, nimalarni aytmadim. Tuvayni sal kattarog'idan olib kelibdilar. Endi nima deymiz? Tagiga menda bunga drenaj manimcha yo'q, qo'yib qo'ygan. Demak, ozroq ekamiz. Tagiga grunt solamiz. Gulni qo'yamiz. Ko'mir. Ko'mir bo'lsa sepib yuborganlaringiz juda yaxshi, chunki bu antiseptik birinchidan, ikkinchidan mana bu singan yaralarni tez bitkazib yuboradi. Xuddi yaramizga dori surtgandek. Endi gruntni solamiz. Bunga
ko'p grunt solmayman. O'ziga mos qilib pastroq solib qo'yaman. Keyinchalik ko'paytirib ko'tarib tagiga solib qo'ysa bo'ladi. Gullarga boya ertalabdan epin spray chiqqandim, o'shaning uchun ekishdan oldin spray qilmadim. Chunki 2 soat oldin spray qilingan. Mana ponni tuvagini baland qilmadim. Hali ham grunt ko'p solindi bunga. Ozgina olib tashlasak ham bo'ladi, chunki ko'p gruntda namlik tez qurimaydi. Keyin ko'proq suv berib yuborilsa, chirib qoladi. Mana. Endi bunga hozir biz suv beramiz. Hozir ko'chirib bo'laylik. Suv berganda qaranglar. Kalsiy selitra degan dori bor. O'sha kalsiy selitra monokaliy fosfat beriladi birinchi martasiga. Chunki bunga biz hozir o'sishi uchun emas, ildizini o'stirish uchun yordam berishimiz kerak. Mana, olib tashlaymiz. O'suvchilari. Oldin ildiz sistemasini o'stirib, rivojlantirib olamiz. Bu eski bargi, buni olib tashlaymiz. Hozir tegmaymiz, o'zi keyin olib tashlasa ham bo'ladi. Oldin ildiz sistemasini o'stiramiz. Ildiz sistema hafta, 2 hafta, 10 kun orasida moslashadi. Demak, bunga biz hozir birinchi navbatda yantarniy kaliy selitra ko'mir tutuni tomog'im yo'rildi. Kaliy selitra va monokaliy fosfat beriladi. Epin spray qilinmaydi уже, chunki уже qilganman. Epin sirkonni berish muddati har 14 kundan. Masalan, bugun epin spray qildim. Epin spray qilindimi? 14 kungacha epin spray qilganingiz ta'sir qilmaydi. Chunki bu уже so'rib oladida 14 kungacha ta'sir qiladi. 14 kundan keyin beriladi. Sirkon ham xuddi shunaqa. Berilgandan keyin 14 kungacha ustiga qayta berilavergan foyda qilmaydi. Unda peridoz bo'lib ketadi. Endi bularga suv beraman. Hozir mana kattagina 2 ta kust bo'ldi. Ularga endi suv beraman, cho'miltirib, suv berib, iloji bo'lsa salqin joyda 1-2 kungacha yarim teplitga qilib qo'ysa juda chiroyli bo'lib tez o'zini olib ketadi. Borgan egasida unib o'ssin. Xursand bo'lib o't sevlab tashlashsa, rosa xursand bo'laman. To'g'risi chiroyli turdi. Hammangizga katta rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Videolarim yoqqan bo'lsa, foydali ma'lumotlar bo'lgan bo'lsa, kommentariya yozib